Assalomu alaykum barchaga, ayniqsa matematika prime kanali a'zolariga. Biz 11 kodli testimiz tahlilini ko'rib o'tamiz. Mana birinchi misoli shartida aytgan. Mana suratimizda mana bu ifoda kelgan ekan. Birinchi o'shani ko'paytiruvchilarga ajratishdan boshlasam. 4,1 minus 2,15 qavschilar buni hamma bilsa kerak. 4,1 kvadrat plus 4,1 ko'paytirilgan 2,15 plus 2,15 ning kvadrati taqsim 1,95 plus mana bu narsamizni hozir qanaqadir a deb olsam, a просто sal tezroq yozishim uchun shuni a deb belgiladim. U muhim emas. 4 mana bu suratdagi 4,1 dan 2,15 ayiradigan bo'lsak 1,95 kelib chiqadi. Demak, bular teng, qisqartiramiz. Shunda bizda 4,1 ning kvadrati plus 4,1 ko'paytirilgan 2,15 plus 2,15 ning kvadrati plus 2,15 ko'paytirilgan 4,1 taqsim. Mana bu ifodamizda, ana shu ikkita ifodamizni ko'paytiruvchilar bir xil bo'lgani uchun qo'shaveramiz. 4 ildizda 4,1 ning kvadrati plus 2 karra 2,15 ko'paytirilgan 4,1 plus 2,15 ning kvadrati. Endi mana 4 ildizda mana bu ifodamiz 4,1 plus 2,15 ning qavs kvadratini beradi. Kvadrat bilan bu qisqarib ketsa, bitta ildiz qoladi. Endi u 4-ildiz edi, endi 2-ildiz qoldi. Buni qo'shadigan bo'lsa, bizda 6,25. 6,25 ildizdan ildizda 6,25 dan bizda 2,5 kelib chiqadi. Bu javob bizda D javobda berilgan. Ikkinchi misolimizni suratda maydalashni boshlaymiz. 2 butun ildizda 2 plus 3 imiz bizda ildizda 2 plus 1 ning qavs kvadratiga teng. Demak, bizda ildizda yana bitta ildiz 2 plus 1 ning qavs kvadrati taqsim ildizda 2 plus 1. Mana bu ildiz bilan kvadrat qisqarib ketsa, ildizda 2 plus 1 taqsim ildizda 2 plus 1. Demak, mana bu bilan bu qisqarib ketadigan bo'lsa, masalan, mana bu kvadratku, mana bu maxrajdagi ifodamizda kvadratda suratdagi ifodamiz, maxrajdagi ifodamizni kvadrati. Demak, bizda ildizda 2 plus 1 qolib ketar ekan. Bizdan javob 3. Biz aytgan ikki sonning yig'indisi 15 ga, a plus b ning yig'indisi 15 ga teng ekan. Ularning o'rta arifmetigi shu sonlarning o'rta geometriyligidan 25% ga katta. Demak, o'rta arifmetik degani a plus b taqsim 2. 2 o'zgarib turuvchi qiymat. Masalan, bog'da c bo'lsa, mana bu ifodamiz 3 ga aylanadi. Xuddi shunday birin-ketinlikda ketaveradi bu. Ko'chirtirsam, tenglik o'rta geometriya degani nechta ifoda bo'lsa, o'shani ko'paytiramizda, o'shancha ifoda soniga qarab, masalan, 3 ta ifodani ko'paytirsak, mana bu yerda 3 qo'yamiz, 2 ta bo'lsa 2 qo'yamiz. Bizda hozir 2, o'shaning uchun 2 ni qo'yganimiz ma'qul. 2 ildizda qo'yilmaydi, o'shaning uchun shart emas. 25% ga katta bo'lsa, mana bu ifodamiz mana bundan 25% ga katta bo'lsa, demak buni o'zi 100% bo'lsa, 125 taqsim 100 ga ko'paytirsak, teng bo'lib qoladi bular. Shunda bizda a plus b taqsim 2 tenglik ildizda a ko'paytirilgan b. Mana bularni qisqartiradigan bo'lsak, 5 bilan 4 bo'lib qoladi. 5 taqsim 4. 10 maxraj beradigan bo'lsak, bularga 2 beramiz. 2a plus 2b tenglik 5 ildizda ab. Maxrajlar tenglikda ikkala tarafdagi maxrajlar bir xil bo'lsa, tashlab yuborsa bo'ladi. Agar
hech qanday bir qilinmaydi. Cheklov qo'yilmagan bo'lsa, demak 2a minus 5 ildizda a b tenglik plus 2b tenglik 0. Bu ifodamizni agar ko'paytirishga ajratadigan bo'lsak, 2a minus 4 ildizda ab plus 2b minus ildizda ab ko'rinishda yozsam, biz mana bu ifodamizdan 2 ildizda a olib chiqadigan bo'lsam, mana bu ifodamizdan esa ildizda b olib chiqadigan plus ildizda b olib chiqadigan bo'lsam, plus ildizda b olib chiqadigan bo'lsam, keyingisida qoladiki 2 ildizda b minus ildizda a teng 0. Demak 2 ildizda a teng minus ildizda b deyapti. Bu narsamiz ko'rib turgandek xato narsa. 2 ildizda b, mana men aytib ketay. Bu xatoligin sababi ildizlarda har doim musbat son chiqadi. Musbat son hech qachon manfiy songa teng bo'lolmaydi. Shuning uchun bu narsa xato deb oldim. Demak, ikkinchisi ildizda b tenglik ildizda a. Bulan ko'tarsam ikkala tarafda 4 ko'paytirilgan b tenglik a. Demak 4b imiz a ga teng ekan. Sal pastroq tusharsamchi. Endi bizda mana tepada aytganki, tepada a plus b imiz 15 ga teng degan. A plus b imiz 15 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu a ni o'rniga mana bu ifodamiz 4b ni olib qo'ysam, 4b plus b imiz teng 15, 5b imiz teng 15, b teng shunda 3, a teng 12 bo'ladi. Biz a bilan b ni topdik. Endi shu sonlarning kvadratlari yig'indisini toping deyapti. Kvadratlar yig'indisi masalan 12 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati, bu 153 ga teng. Olsin. Bu javob bizda mana B javobda berilgan. Endi 4-misolga qaytsak, bu 4-misol tegishli emas bu yechim. 2 musbat sonning o'rta arifmetiki 7,5 ga. Demak a plus b imiz taqsim 2 tenglik 7,5 ekan. Bu degani a plus b imiz teng 15. O'rta geometriga esa o'rta arifmetikining 80% ga teng. O'rta geometriyada tepada tushuntirdim. A ko'paytirilgan b tenglik mana bu 7,5 ning 80% ga teng. 7,5 ning 80% ga teng. Bu bilan bu qisqarsa 4 bilan 5 qolar ekan. Shunda bizda a b imiz 6, a b imiz esa 36 ga teng. Ko'paytmasi 36, qo'shilmasi 15 bo'lgan sonimiz bizda 12 va 3 sonlarimiz. 12 ni o'rniga a ni o'rniga 12, b ni o'rniga 3 qo'ysak, ko'paytmasi 36, mana bu ifodamiz. Ko'paytmasi 12 va 3 imiz 36, qo'shilmasi 12 plus 3 imiz tenglik 15. To'g'ri. Shuning uchun bizda mana D javobimiz to'g'ri. Beshinchi misolimiz anchagina qiyin misol. Buni o'rganib olsak, hammaga foydali, matematik keyingi misollarni ham ishlashda miyani charxlaydi. Demak, mana bu ifodamiz a, b, c larning modullari bir-biriga teng emas ekan. Demak, mana birinchi ifodadan keltirish boshlaymiz. A birinchi yozib olaylik. B plus c plus b taqsim a plus c plus c taqsim a plus b tenglik 1. Endi bu tenglikning ikkala tarafiga a plus b plus c ni ko'paytirib yuborsam, bizda hosil bo'ladi a ko'paytirilgan a plus b plus c taqsim b plus c plus b ko'paytirilgan a plus b plus c a plus c ga teng plus
C ko'paytirilgan A plus B plus C A plus B ga teng. Yani bularni hammasini yig'indisi bizda 1 da mana bu ifodamizni ko'paytirsak A plus B plus C ga teng bo'ladi. Sal pastroq tushirsam. Endi biz bularni ko'paytirib chiqsak, mana bu qavslarni ichini ko'paytirib chiqsak, qavslarning ichiga A ni ko'paytiraman, B ni ko'paytirib, C ni ko'paytirib chiqsak, A kvadrat plus AB plus AC taqsim B plus C plus BA plus B kvadrat plus BC taqsim A plus C plus CA plus CB plus C kvadrat taqsim A plus B tenglik A plus B plus C. Endi mana bu ikkita ifodamizdan, ikkita yig'indimizdan a'no chiqamiz. A kvadrat plus a'no chiqsak B plus C qoladi. Taqsim B plus C plus biz mana bu bilan buni olib chiqsak endi B ni B kvadrat plus B ni olib chiqsak A plus C qoladi. A plus C plus endi mana bu ikkita ifodamizdan C ni olib chiqamiz. C ni olib chiqsak A plus B taqsim A plus B tenglik A plus B plus C. Endi e'tibor bersak, mana bu qavs ichidagi ifodamiz bilan maxraj har bittasida xuddi shunday bo'lib chiqyapti. Demak, mana bu yig'indimiz, suratdagi yig'indimizni maxrajga bitta-bitta bo'lib yuborsak, bizda qoladigan ifodalar A kvadrat tenglik B plus C plus endi mana bu bilan buni, bu bilan mana buni bo'lyapman-da men. Endi bu bilan mana buni bo'laydigan bo'lsam, mana bu bilan bu qisqarib ketadi. Shunda bizda A qolar ekan. Demak, yana xuddi shunday, mana bu bilan buni bo'lyapmiz alohida, keyin bu bilan mana buni alohida bo'lyapmiz yana. B kvadrat taqsim A plus C plus mana buni bo'ladigan emas, bu bilan bu qisqarib ketadi-da, bizda faqat B qoladi. Plus yana shunday C kvadrat taqsim A plus B plus bu bilan bu qisqarib ketadigan bo'lsa, agar alohida qilib bo'layotgan paytimiz C qolarkan bizda A plus B plus C. Endi qarasak, bizda mana yoqda A, B va C bor. Tenglik narigi tarafida ham bor. Demak, bularni qisqartirib yuborsak bo'ladi. Qisqartirib yuborsak, bizda A kvadrat taqsim B plus C plus B kvadrat taqsim A plus C plus C kvadrat taqsim A plus B emas, tenglik 0 bo'lar ekan. Mana shu bizga kerak edi. Endi mana tepadagi ifodamizni, mana berilgan ifodamizga qarasak, mana bu ifodamizda mana bu biz topgan yangi 0 ga teng bo'lgan ifodamiz bor ekan. Demak, har qanday sonni joy yo'qmi mana bu taraflarda? Joy bor ekan pastda. Demak, har qanday sonni suratda 0 suratdan suratda 0 bo'ladigan bo'lsa, har qanday ifodani C mi, B mi nimaga bo'lsak ham, faqat bular 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Maxraj hech qachon 0 ga teng bo'la olmaydi. Har doim 0 chiqadi. Demak, bizda aytgan bizda mana bu ifodani bo'lgin A plus B ga degan. Yozaman. A kvadrat taqsim B plus C plus B kvadrat taqsim A plus C plus C kvadrat taqsim A plus B ni hammasini bo'lgin deyapti. A plus B plus C ga. Bu nima chiqadi deyapti. Bizda o'zi mana bu suratdagi ifodamiz 0 ga teng bo'lsa, 0 bo'lingan A plus B plus C bo'ladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar 0 degan javob bizda chiqadi. 0 degan javobimiz bizda hozir mana C javobda berilgan ekan. Barchaga rahmat, foydali bo'ldi deb umid